voy, obunachimi? Saxovat uz kanaliga omad. Assalomu alaykum. Saxovat uz kanalining ashaddiy muxlislari. Mana bugun biz yana Bog'dod tumanining Duvona qishlog'iga keldik. Mana xudo xohlasa ustalarimiz tomlarni ham bitqizib bo'lishibdi. Biz ham shu oilaga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Azizlar, sizlarga katta rahmat. Kommentariyaga chiroyli so'zlaringni yozib qoldiringlar. Ichkariga kirib qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xudoga shukr. Tinch. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bandamiz hali. Sog' salomat. Salomat, yaxshimi? Yaxshi. Charchamasdan. Nafsiz taomlarda. Salomat. Yoqyaptimi? Ha. Yoqimdan suv o'tmaydi endi. Rahmat. Yoqib qo'y bitta. Silohmoy. Rahmat shudo. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Yaxshi yo'qlar, tinch yo'qlar. Ha. Alloh shunchalik qilganlar rahmat. Hammalarni yo'qlar. Tinch yo'qlar. Jannat oyog'ing ostida bo'lsin. Noto'g'ri o'ylamang yomon xayollar. Bu shunday pokiza ko'ngli to'lsin. Ba'zi erkaklardan mardur ayollar. Bu shunday pokiza ko'ngli to'lsin. Ba'zi erkaklardan mardur ayollar. Qarang, go'zalligi faqat siz uchun. Ozorlab dilni bermang savollar. Yashaydi ro'zg'ori o'g'il qiz uchun. Ishoqmas erkaklardan jasur ayollar. Qarang, go'zalligi siz uchun. Ozorlab bermang. Orzungiz nima edi? Allohdan nima so'ramoqchi edingiz? Kir mashina xudo xohlasa. Kir mashina wala safat. Kir mashina. Uçurda Men kir Yakın mashina. masal var ha. Şuna beradi. Shular yordam qilmasammi? Xudo xohlasa. Mazaqim berma yozdi. Mashina olsak bo'ldi. Shu Ana bir dakika to'pam. Ha chiqishadi. Yaxshi. Chiqsa bo'lsin. Nam yaxshi bo'lsin, donomat. Azizlar, xudo xohlasa ertaga bitarkan. Pasportimni qo'ysam bo'ldi. Nimani? Pasportimni. Pasportingiz yo'qmi? Nechinchi yilsiz, opa? 92-yilmi? Nimaga pasport olmadingiz shu vaqtgacha? Pasportim bor, nimada aptekada. Nimaga aptekada? Dori olganman. Ha, o'rniga zalogga qo'ygansiz. Shunda berishmayapti endi pul. Qayerga aptekani olgansiz? Muxtar aka aptekasidan olaman. Mana shu yerdami, yaqinmi dedik? Yo'q, bunda. Ha. O'shanda olganman. O'shanda shaqa. Hozir ziringiz ham nima, ha? Pastroq, ha? Achkilar keldimi? Qani achki? Keldik. Nima taqmayapsiz? Ha, g'alati bo'lib. Olingchi, bir ko'raylikchi, biz ham achkilarni. Qani, o mana. Sizlar chiroyli-ku mana. Taqing-taqingchi. G'alati bo'lyapti-da. Nimaga g'alati bo'ladi? Javob bo'lyapman-da. Doktor ruxsati bilan oldingizmi bunaqa?
Yo, turaversin. Shuni taqib yursangiz ko'zingiz nima deydi? Ertaroq tuzaladi-da. Bo'lmasam ziringiz tushib boraveradi. Xo'p? Mana Nozima, uylaring tomi bitibdi. Xudoga shukr. O'tgan safar kelganimda endi boshlashuvdi. Mana vaqt tez o'tganini qarang. Birpasda mana ustalarimizga kattakon rahmat, bitqizishibdi. Endi uylarga o'tishibdi remontiga. Xursandmisiz? Xudoga shukr, alhamdulillah xursandman, xudoga shukr. Chiroyli uylar bo'lib, mana hamma havas qiladigan. Boshliqlarning Anvarga kattakon rahmat aytaman. Ularni boshqash bo'lgan sohibdomlarga ham kattakon rahmat aytaman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, ko'paysin shunaqa mo'lal nimalar, imon insonlar. Anvarga odamlar ko'p bo'lsin. Ilohim. Ularda nima shiddatiga yana shiddat qo'shilsin, sizlarga nima omadlar kirsin. Ishlaringda faqat olg'a intilish bo'lsin. Faqat nima deydi Anvar aka olg'a intilib, masalan, shu videolar olyapti, Og'in TV kanali faqat ilg'or bo'lib, yanada ilg'or bo'lib, sizlar ko'rsa hamma ko'radigan va kanallarda 5000 ta, 6000 ta muxlislar ko'rsin sizlarni. Rahmat. Xudoga shukr, mana ustalarimiz bittirib oldi, mana. Endi hozir hovliga hojatxona ham qurilyapti mana. Hojatxona ham qurilyapti mana. Ertaga Xudo xohlasa uy ham bitar ekan. Bitadi mana, Xudoga shukr. Anvarga kattakon rahmat. Ilohim shu boshqash bo'lgan qarindoshlarimizga ham rahmat kattakon. Umrlar uzoq bo'lsin hammani. Mana hozir kitoblar o'qiyapman deysiz-a? Kitoblar o'qiyapsizmi hozir ham? Yo'q, hozir kitob o'qiganim yo'q. Faqat shpirsida ro'zg'or endi osh qilish shu. Vaqt yo'qda kitobga. Eng yaxshi ko'rgan kitobingizni o'tgan safar so'rayman dedim. Nima deydi? Fursat bo'lmadi-da. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz bormi? Adabiyot. Adabiyot? Nima shoirlarni hayoti va ijodlarida endi, to'g'rimi? Masalan, Muhammad Yusuf she'rlari. Aytib bersam bo'ladimi? Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Rayhon hidlarin yo'llarimga sep, kutmeni har oqshom ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagan, aybim nima deb? Aybing seni onang chiroyli tuqqan. Qoyil, rahmat. Endi bu she'rda ham ma'nosini. Masalan, bitta qizni shunday qiyoslabdiki, hatto uni tasavvur qilishga, u shoirda qo'lida ham dilida nima deydi, nimasini biladi. Qalamni tebratgan ojiz bo'lyapti-da, u ayolni tasvirlab beryapti, qizni masalan. Rayhonlarga masalan o'sha qizni yo'llariga tasavvur qilib ko'ryapti. Onajon, mana tomlar ham bitibdi. Mana uyga endi harakat. Xudo xohlasa ustalar narigi uyni boshlashdi remontini. Endi o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Qanaqa taassurotdasiz? Men rostlaysan bu narsani kutmagan edim. Shuni boshchilik qilib birinchi Anvar aka kelib bizdan hol ahvol so'radi. Biz masalan inson tanimagan degan. Bular biz kutmagan narsa bo'ldi-da. Nima deydi? Shu kungadir vaqt soati shu bugun ekan, shu narsalarga hali bo'lib ketdi. O'zi qarindosh urug'larimiz ham niyati bor edi. Xudo xohlasa masalan endi ham bittadan biz nihoyat oqibatli aka-ukalarni, dadamlarga ularni o'sha ta'minlab berishgan. Faqat endi shu ulardan o'g'illari bo'lgan, o'qitishga, qizlari ham bo'lgan chiqarishda hozir vaqtda hammaniki o'zi katta bo'lib, o'zlari ortmagan payt edi. Endi ular ham Xudo xohlasa yozga chiqib beramiz deb niyat qilishyapti. Biz kutmagan edik bu narsani. Mana kutmagan ishlar bo'lib ketdi. Hamma xursand. Ular ham xursand, anaqalar xursandmiz. Xudo xohlasa mana bu endi Xudoning bizga bo'lgan bitta karomat shekilli. Agar Anvar aka boshchiligida mana sohibdomlar kelib bizga yordam bergan. Rahmat. Kutmagan edik. Hammamiz xursandmiz. Endi shu musofir yurtda yurgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz bor. Shularga bir chiroyli qilib shu yordam berishayotgan insonlarga bir duo qilib qo'yasiz endi. Bizga shunchalik yordam berishi ular mana bizni og'irlarimizni yengil qilishdi. Biz ularni masalan tanimagan edik, ular ham bizni tanimagan edi. Shu Anvar aka iltifot nimalari bilan bizga
qadamlari, uyimizga pok qadamlari va qutlug' qadamlari bilan ularni bizga tanitdi. Bizni ham ularga tanitdi. Nima deydi? Biz ular ko'rmagan taqdirimiz ham bizni ifroqa ular ko'rishdi. Allohni yetkazgan bir nimasida. Marhamati. Shu yoki uy bizni shu nima dadamlar uylariga Allohning nazari tushganligidanmi, ishqib bizni shularga yaqin qilishdi ular. Avvalambor shu bizga shunchalik mehribonchilik qilayotgan insonlarga bariga rahmat aytaman. Ilohim bari yaxshi salomat bo'lib yurishsin, musofirliklarda sog'lom bo'lishib, ilohim beshikasi beziyon yurishib, o'zimizni bola chaqalarini oldilariga, ota-onalarini oldiga, vatanini oldiga ilohim sog' salomat qaytib kelishni. Ilohim aytganingiz kelsin. Allohu Jannat oyog'ing ostida bo'lsin, noto'g'ri o'ylamang yomon xayollar. Bu shunday pokiza ko'ngli to'lsin, ba'zi erkaklardan mardur ayollar. Bu shunday pokiza ko'ngli to'lsin, ba'zi erkaklardan mardur ayollar. Qarang go'zalligi faqat siz uchun, ozorlab dilni bermang savollar. Yashaydi ro'zg'ori o'g'il qiz uchun, ishoqmas erkaklardan jasur ayollar. Qarang go'zalligi siz uchun, ozorlab bermang dilni savollar. Yashaydi ro'zg'ori o'g'il qiz uchun, ishoqmas erkaklardan jasur ayollar. Tanijoni sog' bo'lsin. Yuzga kiring, iloyingizga kiring. Sahalim o'tirish kerak. Bo'ramayapman, odam ko'rpay yo'q. Qayerga? Shahargami? Ha? Shahargami? Bog'da ustalar oldi olasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Saxovat.uz kanalining ashaddiy obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar, tinchlik, xotirjamlikda bormisizlar? Yana sizlar bilan g'oyibonalikda ekran qarshisida didorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana Saxovat peshi insonlarni ko'magi bilan mana shu bir oilani qalbiga bir xursandchilik olib kiryapmiz. Juda ham xursand bo'ldi. Bu o'zi aslida bu proyekt Anvarjon Oxunovda ketgan edi, adashmasam, birinchi premyerasi. Anvarjon Oxunov kanalida premyera bo'lgan edi, ko'rib juda ham bir mana shu oilaga kelishga havas qilgan edim, to'g'risi niyat qilgan edim. Inshaalloh yetib keldik. Yangiliklarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, ko'zim quvnadi. Chunki bitta oilaga quvonch olib kirish bu juda ham katta, odam o'ziga ham kayfiyat ulashadi, keyin savobi ham ulug' deb eshitganman albatta. To'g'ri. Rahmat, mana shu qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana shu saxovatpesha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa Oxunov TV komandasi va qolaversa Saxovat.uz kanalining ashaddiy obunachilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim like bosishdan to'xtamanglar. Like bosgan qo'llaring hech qachon tolmasin. Bizni kuzatib qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha yurdoshlarimizga yana bir bora minnatdorchiligimni bildiraman. Azizlar, osh qilishgan ekan sarimiz. Endi salat olib kelamiz. Shunga magazin sal uzoqroq deganda. Qishloqda sharoiti mazzada. Bitta narsaga chiqsangiz ham 10-15 kilometr nariyoqqa yurishga to'g'ri keladi. Ko'chalarda mana bolachalar. Mazza qilib o'ynab yurishibdi. Lekin bitta narsaki, apteka, banisa aytganimdek nima desam bo'ladi. Qurilish mollari shunaqalar katta yo'lda joylashgan ekan, uzoqroq ekan bu yerdan. Shunisi lekin qiyin ekan. Sarimiz bitta doriga chiqadigan bo'lsangiz, uzoqda joylashgan ekan. Teng bo'lib, ali birorta joyga boradigan bo'lsangiz, mashinaga chiqish uchun ham u yo'lni boshiga chiqilar ekan. Mashinada chiqish kerak ekan. To'g'ri. Agar kattaroq odam bo'lsa, to'g'risi piyoda chiqolmaydi. To'g'ri.
osh damlab qo'yishgan xullas hozir. Endi kunda osh nimaga faqat oshdan boshqa narsalar bilmaysizlarmi deydigan obunachilarimiz bor. Albatta bilamiz. Xudo xohlasa inshaalloh Biz birgalikda uy sharoitida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi bu odamlarda uydagi sharoitlarda ko'ryapsizlar. Na xamir yoygani, na to'rg'agani, na pichoq o'tkir. Endi o'zimiz bilan har doim olib yuradigan bo'lsak, bu narsalarni biz bilmaymiz qat'iy ketishimizni. To'g'ri. Ofisga qo'yib qo'yganmiz narsalarimiz to'g'risi endi Xudo xohlasa birgalikda xohlasa shirinliklar qilib, qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Saxovat.uz kanaliga omad. Like bosishni unutmanglar. Obunachilar? obunachilar yordam beryapti bizga. Bizga yordam beryaptigan hamma tashkilotlarga, obunachilarga, qizlarimga ham, o'g'illarga hammalaringni omadlaringni Aytganingiz kelsin. Xola, aynalib o'tiring. O'sha yerda bo'lamiz, xola. Mana obunachilar qo'ldan kelgancha yordam berdik. Bo'ladi hammasi. G'ishtlarni toshidik. Xolodilniklarni yuvdik. Qo'ldan kelgancha yordam berdik. Ertangi videolar ko'rishguncha sog' bo'linglar. Like bosishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar.